Bayamda doğulan günündə şam ötəyiçən niməni ümid qıldın? Apamның tezroq qaytib kelishini, yana sizdan mangu ayrilmasligini umid qildim. Ahmaq qız. Bu jinim tenimli bo'ladi ekan. Seni haragiz tashlab ketmayman. Burun apamı menga mushundaq va'da berganmi, dada? Yo'q. Sening apang allabirni o'lib ketgan bo'lar. Avval tushuntirishimni anglasangiz bo'lmandi. Biz nemishqa ayrilib ketgudekmiz? 5 yildan beri ana to'y qilamiz, mana to'y qilamiz deb so'rab yurib, endi ayrilib ketandiq. Sizmi odam bo'ldingizmi? Yanchiqda pulla boschi, sendek qiz olib ko'min. Ayni vaqtda meni deb ashuni tashlab ketgan bo'g'aytan. Hamda boshqalarni deb meni tashlab ketmay qolasanmi? Men sen ishinamdan. İşte poqiydigan qo'yni mangu o'zgartmaydi. Ko'zimda yo'qol. Hamda izdigichi olma. O vicdansız. Ali. Dilber öyle yok hoşmam da. Balının yığılığını anlamadınız mı? Voy o'zingizning bolasida u. Ko'tranga yig'lagan ekan. Ha, qozon bo'ldi, yig'lama, ha? Ha, bo'ldi, yig'lama. Ha, dadan keldi. Bu nima qiliq? Ha? Bolam shunday yig'lab mushu bir onning qildigan ishimi? Ajab bir ichimni siqdingiz. Ha, bo'ldi bolam, ha, bo'ldi. Men mushu bola tug'ilgandan buyon nurg'un erkinligimdan mahrum qoldim. Bilamsiz shuni? Mushuning hammasiga bola sababchi. Umu bir masala, hammasiga siz sababchi. To'y qilishdan burun, voy sizni andoq baxtli qilaman, ay, mundoq baxtli qilaman deb ketib-o'tatdingiz-ku. Mana uyingizning holi. O'zingizning talatiga bir qarab yiqing, yo pul tepishni bilmagan. Nima jinimga jafo qilib mushu balni tug'ab o'g'aydim, tug'masam bo'tgan bu balni. Nima? Unda busi yo'qlu. Hozirning o'zida yo'qlu. Yo'qlu. Yo'qolsam yo'qoldim. O işte. Ha, ana. Oy, qanday ahvoling, yaxshimi? Oy, qizim. Cho'ngib ketibdi-ku. Qara. Kiranish. Bo'ldi, adash, men kirmay. Voy, mana. Ay, to'xta, bo'ldi. Voy, manga ber. Ay, to'xta. Anglasam, ayolim bilan ozroq bir narsa deyishib qopsa. Umoqliqini. Mana shundoq umoq balangni, yana seni tashlab ketib qopti. Arayola o'tirisda bundoq qushaq jidaldigan bo'lib turdi, adash. Ayolingning bo'lqig'ini faqatla qamlashmabdi. Hech qis yo'q. Menchi bo'lganda amal bor yarashib olganning ishini qilgan, adash. Qarg'ina, balangmidek kichikkan. Lekin adash, balamiz endi 6 oylik bo'ldi. Mushu balani men tashlab qo'yib ketadi, adash. Bu qonini yerib chiqqan bir balig'i. Mushum bir jon. Mushu balani tashlab ketgan odamda qayrg'anda men vafo kelami, adash. Bo'ldi bu gap deyishmaydi, ha? Ma'qulmi? Adash, ayol kishining chechi uzun aqli qisqa keladi. Elimi jamiyatimizda shunday qushaq jidallar bilan ajrashib ketadiganlar ozmi deysan? Ochiqning kani kirib, bunday kichik narsida balni yetim qilmanglar, adash. Shunga ayolimda telefon gapdi, elib olay. Voy, xotin. Ali bilan ko'rishdingizmi? Keldim. Hozir keldim. Uning bilan ko'rishdim. Bolasimi? Aliga ayoli bilan yarashtiradigan ishni demay turing, ha? Nemishqa? Men Dilbarni boshqa o'g'illar bilan ko'rib qoldim. Ma'qul. Adash, men asli kechirgan. Hech qisi yo'q, adash. Men ishtiboqqa degan qo'yini menga o'zgartirmaydi. Bo'ldi, mana. Qanday?
bola boqmoq oson ekan. Oson emas ekan. Bachcha baliq ekan. Lekin birini kulib bersa, butkul odiqin chiqib ketadi ekan. Esingda bormi? Bola vaqtimda men suvga tushib ketgan edim. O vaqtda sen suvga sakrab tushib, meni qutqizib olgan eding. Men shundan boshlab suzishni o'rganib, o'zimni emas, boshqalarni qutuldiradigan bo'lib ketdim mana. Lekin hozir turmush meni ko'lgishtiryotdi. Mushu bechor qizimni turmush adakchiligida pul topdim menda. Japa qo'ydigan bo'ldi. Hey, to'xta. Bu yerda bir ishonchlik tur bor ekan. Qara, men sana ishonchlik turdan birini tavsiya qilay. Şirket vakaletçisi bolsang, kunlik vazifen kunlik bo'ladi. Hamda kunlik vazifani hisoblab mangadi. Qishning kunlarida uyda o'ltirib pul topa olaysan. To'g'ri kuni vakaletchi bo'lish orqali shirkat sana bo'lib bergan vazifani qilsang bo'ladi. Ham ishonchlik, ham bexatar ekan. Yana kelib soni cheklikkan. Yana kelib shundoq bexatar, ham ishonchlik. Ishkilanmay mushishni qilsang bo'ladi. Qanday aloqalashib ketamiz bildingmi? Aloqalash nomeri 166 69 99 44 96. O'sha nomer bilan aloqalashsang bo'ladi. Men aloqalashib boqay. Her kim kısa özük. Kızım. Ali biz baştan başlayalım bulamdı. Ötünüp qalay meni bir qitim qabul qiling. Men ilgari xato qilibdiman. Men faqatla odam emaskanman. Meni kechiring bo'lamdi, endi hargiz unda qilmayman. Bu gapni 5 yil bo'lganda endi davtimsiz? Bak kechikdingiz. To'liqmi kechikdingiz? Baba, u kim o? Tonish ham, notunish bir qiz qizim. Öz ailesiga sodiq bo'lish, baxtli bo'lishning asosidir.